agar Dimetri o'rnatsa, laboratoriya topshiriladi-ku, laboratoriyada Dimetri degan laboratoriya modul bor. Tizimni avtomatik bemorda nimasiga tibbiy kartasiga olib tushadi. Laboratoriya olgan natijalar bor-ku, olib tushadi, uni oila shifokori ko'ra oladi-da, boshqa joyga xohlagan shifokorga borsa ko'ra oladi. Ko'rishingiz mumkin, elektron retseptimiz xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, QR kodi bilan. Hammasi qaysi klinikada, qaysi muassasada yozildi elektron retseptimiz, qaysi shifokor yozib berdi elektron retseptni. Oddiy misol, Pervichkadan poliklinikadan xususiy klinikagacha hamma narsasi ko'rinadi. Faqat adashtirib qo'yish kerak emas, Dimet Pro vrachlar uchun, Dimetni o'zi patsientlar uchun hisoblanadi.